Assalomu alaykum. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 25-moddasi bilan tanishamiz. 25-modda. Diniy tashkilotning faoliyatini to'xtatib turish. Diniy tashkilotning faoliyati u O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, ushbu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlarini buzgan taqdirda sud tomonidan to'xtatib turilishi mumkin. Diniy tashkilot tomonidan qonunchilik hujjatlari talablari buzilgan. Shuningdek, tashkilotning o'z ustav maqsadlariga zid harakatlar sodir etilgan taqdirda prokuratura organlari yoki ro'yxatdan o'tkazuvchi organ mazkur qoidabuzarliklarni bartaraf etish to'g'risidagi taqdimnomani ushbu diniy tashkilotning rahbar organlariga kiritadi hamda bu qoidabuzarliklarni bartaraf etish muddatini belgilaydi. Agar bu qoidabuzarliklar belgilangan muddatda bartaraf etilmasa, diniy tashkilot faoliyati prokuratura organlarining yoki ro'yxatdan o'tkazuvchi organning taqdimnomasi asosida sud qarori bilan 6 oygacha bo'lgan muddatga to'xtatib turiladi. Favqulodda holat joriy etilgan taqdirda diniy tashkilotning faoliyatini to'xtatib turish tartibi qonunda belgilanadi.